Radyo opangiz. Ha, yurolmay qoldi. Mhm. Olib keldi pochcha, keyin shu yerdan shifo topdi-da. Yengil bo'ldi. Yengil ochildi o'sha. Ishonni qayerdansiz? Panjakent. Panjakent. Shu bel og'riyapti-da. Mhm. Ertalab qotib qoladi. Og'riq bormi hozir? Hozir ham kam-kam og'riq bor. Og'riq bor, ha? Keyin buni dumma bilan qo'shilib og'riydi. Mhm. Shu bel mana shu, keyin dumma og'riydi-da pasi. Ikki tomonda. Ikki tomon. Kimdir kelib ketgan dedingiz siz Panjakentdan-da o'sha. Opam kelib ketgan. Radyo opangiz. Ha, yurolmay qoldi. Mhm. Olib keldi pochcha, keyin shu yerdan shifo topdi-da. Ha, ha. Yurib ko'ring, egilib ko'ring. Qaysi holatga qiynalgan, o'sha harakat qiling, keyin davom ettiramiz. Ha, solishtiring. Kelganingizda qanday, hozir qanday? Hozir yengil bo'ldi. Yengil ochildi o'sha. O'tirib ko'ring, egilib ko'ring, boyagida qanday holatda harakat qiynagan. O'sha boyagidan yaxshiroq egilish e'tibor beryapsizmi? Mana bitsam ertalab yetmaydi, mana shuncha qilaman-da. Oho. Hozir o'sha kaftingiz tegyapti. Bitsam ham og'riyar edi. Qiling o'sha. Qoldi. Og'riq yo'q-ku hozir. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa mana bunday telefon o'ynamang. Mana bunda yotib bir xillar tirsakka telefon tomosha qiladi yoki televizor ko'radi-da. Ana shunday harakat mumkin emas. Demoqchi bo'lganim, umurtqani orqaga qilish, umurtqa qisiladi. Harakat qilganda. Oldiga qilish mana ochiladi nabarat. O'tirib turganda ham qarang, umurtqa ochiladi. Qaysi oldida harakat bo'ladi. Keyin xuddi bunday qiladi, oyoq. Oldiga cho'zish. Mabda emas, oyoqda